Biz metro ichidamiz. Sizlar 1 minutga maylimi sizlarni? Ha? Ichida nima bor mashina? Sizlardan so'ramoqchiman. Prosta kontent olaman. Nima bor deb o'ylaysiz? Men ko'tarib ko'rsangiz bo'ladi, men yerga qo'ysangiz ham bo'ladi, ochib ham ko'rsangiz bo'ladi. Yerga qo'yavering meni. Nima bor? Shuni ochib ko'ra qoling mayli. Qarang, ochib ko'ring. O'zi muhimi yerga qo'yavering. Sizga qulay bo'lsin sizga. Biz Mirzo-Ulug'bek metrodamiz. Qarang, buni ichida nima bor ekan? Pul bor. Men sizdan o'lay agar, men bu pulni sizdan qaytarib olmayman. Agar siz oddiygina narxi 10 ming so'm turadigan temir brat ruchkasini xarid qilgan bo'lsangiz bo'ldi. Ruchka. Oddiygina o'sha ruchkani 10 ming so'mga sotib olganingiz uchun men sizdan qaytarib sota olmoqchiman. Endi 10 millionga sota olmoqchiman. O'zimga kerak bo'ldi. Olganmisiz yo'qmi? Yo'q, temir brat ruchkasini olganmiz. Yo'q, endi men 200 mingta obunachim bor. O'shalardan bir 108 tasi olgan. O'shalarni qidirib yuribman o'zim. Yaqinlar men baribir sizlarni topaman, sizlarga topib, mana shu 10 millionni sizlarga sovg'a qilaman. Joninglar sog' bo'lsin, sizlarni yaxshi ko'ramiz, qani go.